Assalomu alaykum. Qadrli bekonchilikka, именно limonga qiziqadigan akalar, ukalar. Mana biz ekan limonlar. Bu videoni qiziqqanlar uchun, yangi ekaman deganlar uchun olyapman. Shu o'zim ekib, ko'zim bilan ko'rib, hali boshdan o'tgan tabib deydi-yu. Shu maqsadda yangi qiziqqanlarga bir yangi ma'lumotlar, yangiliklar bo'lsin degan maqsadda olyapman. Xudo xolasa bu limonlarimizni o'tgan yil ekkanmiz, bahorda aprel oyida ekkanmiz. Mana shu holatga keldi, mana shu ko'rinishga kelgan. Bu yerda karkasimiz 50 ga 10. Uzunligi 50 metr, eni 10 metr. Hozir mana 25-iyun oyi, setkalar to'silgan, issiqdan himoya qilgani. 96 tup limon ekkanmiz. Bu yil har qalay ko'proq gulladi, ikkinchi yil bo'lganligi uchun. O'tgan yil bahorda ekkanimiz uchun o'tgan yil ozroq gullagan edi, bir yashikcha hosil olganmiz. Ekilishida ham bir tagini kavlab, ko'pchilik aytdi chuqur kavlab turib 1 metr, 1,5 metr chuqur kavlab chuqurga ekiladi dedi. Men unaqa qilmadim. Sababi o'zi uchastkamiz atrofi o'ralgan. Bu yerda havo aylanishi, o'zi огородni o'zi ham chuqurroqda joylashganligi uchun unaqa narsa qilinmadi. Shu holatda qilindi. O'tgan yil mana shu o'tgan qishda salafan yopdik. Hisobda 3 qavat salafan bo'ldi. Yon tarafiga mana shu ko'rgan joylariga bir qavat, keyin bitta umumiy bir qavat katta, keyin ichidan yana bir qavat termiz qavat. Shunda o'rtasi 2 qavat bo'ldi, chekalari 3 qavat plyonka bo'ldi. Xudo xolasa qishda hammasi joyida, muzlamadi. Shunaqa holat. Narxlariga keladigan bo'lsak, 40 mingdan ekish berdi. Namanganda bir Obidjon aka degan bitta akamiz ekib berib, oilaviy kelib ekib berib ketishdi. Shu davom ettiryapmiz. Har bir ko'chatni ekganda 50 ga 50 chuqurligini ham 50 qilib kavlab, tagiga chirindi bor edi, chirindi soldik. Ustidan mana shu daraxtlar, teraklar bor edi, mana shu teraklarning g'ozonlari bor edi, to'plangan shularni hammasiga solib, ustidan ozgina turpoq soldik. Keyin mayda fermadan mayda uqalangan 3-4 yillik chirindini olib kelib turpoq aralashtirib solib ekdik. Mana hozirgi mana hosili yong'oqcha qancha desa bo'ladi, bir bodomcha keladi mevalari. Ikkinchi guli bu. Shunaqa holatda. Har kuni vaqtim bo'lganda zo'r qiziqarli ma'lumotlar bor, berib chiqaraman video qilib. Xudo xolasa kimga manfaatli bo'lsa xursandmiz. Xolisan lillah yordamimiz tegsa, bir ma'lumot tomonidan xursand bo'lamiz. Hammanglarga, ishlarga omad, charchamanglar.